Azizlar 5 litr suvga 7 steklo mana. Mana shuni solamiz. 4 litr bu. Lakdan oldin bir silab o'tib chiqamiz, keyin laklaymiz. Bizning birinchi marta qilishimiz ustakalarimiz aytishdi. 5 litr suvga 4 litr solib, aralashtirib, shpunton taxta bo'lgan polni ustidan surtib chiqamiz. Bittasini qurigandan keyin laklaymiz, keyin o'sha blesk qolay ekan. Hozir ko'ramiz. 5 litr suvga 4 litr istekli, keyin pol tozalab surtib chiqamiz, qurigandan keyin laklaymiz. Mana lak keyin abonamiz bo'ldi. Hozir pol tozalab chiqib boshlaymiz surtish jarayonlarini kuzatib ko'ringlar nasib bo'lsa. O'sha bleski qo'lay ekan, bittasini o'sha surtib chiqqandan keyin 7 steklo bilan suvni, keyin lak urilar ekan ustidan. Как grunt topganda bo'lib qolay ekan. 50 mingda aboy bo'ldi. 80 ming 220 minggacha katta kichiklarga qarab podagonli uстановка bilan fartuklarimizni 13 mingdan metrajga terib berdik. Omon bo'linglar, kuzatib ko'ringlar, nasib bo'lsa to'liq obzor chiqaramiz. Supermoy shabi 6 rulon ishlatdik. Xitoy, Italiya o'sha qo'shma korxona. Sifat juda ham yaxshi, uni artib yuborsa hech qanday muammo bo'lmaydi. Marmar fason. Hozir ukolli plitlarni ham qo'yamiz, nasib bo'lsa kuzatib ko'ringlar.